O'zbekiston Jahon chempionatiga Portugaliyani yutsa, mana shu videoning pastiga like bosib, kommentariya qoldirgan obunachilarimizga 4 ta xaladellik, 4 ta telefon, 4 ta televizorni tekinga beraveramiz. Faqat agar O'zbekiston Portugaliyani yutsa, shu videoga like bo'lsa, komment yozgan 10 ta obunachiga bepul umra safari sovg'a qilaman. O'zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliyani yutsa, bitta xonadon mandan. Ko'pchilik ertangi nihoyat o'sha kun keldi. Bugun O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynaydi. Mana bu videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu videoda biz sovg'alar tarqatishda aytganmiz, 4 ta xaladellik, 4 ta telefon, 4 ta televizor. Если Узбекистан выйдет в четвертьфинал, я выберу 5 подписчиков и подарю подарки, привезенные из Южной Кореи. Вперед, Если завтра наша сборная Узбекистан выиграет Португалию, будет 5 победителей по $100. Здесь ushbu barcha sovg'alar sizniki bo'lishi mumkin. Faqat ertaga O'zbekiston Portugaliya o'yinida O'zbekiston g'olib bo'lsa, ushbu yutadi O'zbekiston Portugaliya. Agar O'zbekiston Portugaliyani yutadigan bo'lsa, mana shu videoga komment, like va bizga obuna bo'lganlarga iPhone 7 padarik qilaman. Va nihoyat o'rtoqlar, ertaga O'zbekiston terma jamoasi bilan Portugaliya futbol o'ynar ekan. Agar Portugaliyani O'zbekiston o'yin davomida yutsa yoki necha o'ynaydigan bo'lsa, shu videoga like bos, kommentariya yozgan har bitta odamga $100 dan pul tashib beraman. Gap. Yana bitta sizlarga o'rtoqlar, skidkan zo'ri bor. Agar O'zbekiston yutsa yoki necha o'ynaydigan bo'lsa, uylanayotgan tanishingiz mana shu videoni joylab qo'ying. Xohlagan mashinasini kartejga tekinga bizada to'yna qilib. Qanaqa Portugaliya O'zbekiston yutadi, mana senga. Bugun hammada shunday holat. Siz chalg'imang. Bugun O'zbekiston Portugaliya o'yinida agar O'zbekiston g'alaba qozonsa, 10 ta katta premium gilamlar aynan sizniki bo'ladi. Islom aka, hamma yengillik qilyapti. Biz ham bir Hazırlaşamsın Jahon. Ronaldo diye. Portugaliyani ya. yutadi, xudo xolasa. Bilmadim, juda qiyin ekan. Agar ertaga O'zbekiston Portugaliyani yutib bo'lsa, 1-0 2-1 farqi yo'q, yutsa bo'ldi. Asha like bosgan, komment yozgan obunachilarimiz ichidan bittasini tanlab olaman. Ashadagi polniy boshqa hisob qilmaydi. Agar O'zbekiston Portugaliyani yutsa, 10 ta operatsiyani bepul qilib beraman. 100% yutadi aka Portugaliyani O'zbekiston. Agar O'zbekiston Portugaliyani yutsa, obunachilarimiz tekinga $1000 atirib shunda tekinga beraman. 15-16 soat oldin qo'yilgan videomiz 6 millionta prosmotr bo'ldi. Keyin ko'pchilik tushunmasdan yozib yotishibdi. Kommentariyaga yozgan odamlarning ichidan bittasini tanlab iPhone Ertaga xabaringlar bor, O'zbekiston Portugaliya o'ynaydi. Agar O'zbekiston Portugaliyani 3-0 hisobda yutadigan bo'lsa, mana shu videoni ko'rib, like bosgan obunachilarimizga Idealaftagi jamoasi nomidan mana shu ekranda auksion nomerlariga shundoq beraveramiz. Qolaversin. O'zbekiston hamda Portugaliya o'yinida kim g'alaba qozonadi? Albatta mana shu GIF orqali taxminiy ushlab ko'ring va albatta O'zbekiston g'olib bo'lganini bittada ushlab turib menga screenshotini tashlaysiz va albatta O'zbekiston Ertaga xudo xolasa 23-kuni kech payt O'zbekiston va Portugaliya o'ynaydi. Agar O'zbekiston Portugaliyani yutib qo'ysa, shotini qizig'i yo'q. Chetga urib turgan soatlaringni tekinga hadya qilib berib olamiz. Agar bugun O'zbekiston va Portugaliya o'yinida O'zbekiston Portugaliyani yutsa, har bitta kommentariy yozganga iPhone 6 Pro Max, har bir like bosganga iPhone 7 Pro Max. Pro Max'ni har bitta kommentariy yozgan odamga tekinga beraveraman. Agar O'zbekiston Portugaliyani 3-0 ga yutsa, Assalomu alaykum O'zbekiston, assalomu alaykum futbol do'stlari. Bugun Portugaliya bilan O'zbekiston terma jamoasi o'ynaydiganlar. Ushbu bahsda agar bizni vatanimiz futbolchilar, ya'ni futbolchilarimiz g'alaba qozonsa, mana shu zikraflarni любой futbolchiga shunchaki savol. o'sha videoni ko'ringizlar. O'zbekiston Portugaliyani 3-0 ga utadigan bo'lsa, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Qoraqalpog'iston Respublikasi kommentariya yozganlarga bir porsiyadan barlig'ingizga 5 barmoq tegin. Aytganim aytgan. Agar O'zbekiston finalga chiqsa, 5 nafar obunachimga sovg'a ulashaman. O'zbekiston Portugaliya o'yini bo'lmasa bo'ladi. Men Malayziyadaman, lekin o'yinni ko'rish uchun tezda O'zbekistonga yo'l olaman. O'yin O'zbekistonda ko'rmasam bo'lmaydi va agarda O'zbekiston xudo xolasa yutadi, yutsa Sarobola pizzani hamma filiallarida nima olsanglar har bitta gol uchun bittadan narsa tekinga qo'shib beramiz. O'zbekiston bilan Portugaliya o'yinida O'zbekiston yutadigan bo'lsa, Malibu avtomobilimni bitta obunachimga shu yutgan kunini o'zida aniqlab beraman. 4 ta telefon
Qisqasi, agar O'zbekiston Portugaliyani yutsa, mana shu videoga komment yozgan, like bosgan, umuman bir-biriga jo'natgan odamlar ichidan tanlab olamizda. Jiddiy lapsi xizmatlari bor, brending, SMM, targeting. Agar O'zbekiston Mana shu telefonni inshaalloh bugun 10:00 da kimgadir nasib qiladi. Ukajon 3 hisobga bu mashina, 2 hisobga bu mashinani kommentariyada to'g'ri javobini yozib qo'ygan oldindan obunachimizga random dedim. $100 sotilgan Li 9 skuterlarimizni endi tekinga beraveramiz akalar. Agar O'zbekiston Portugaliyani yutsa, shu videoga like, komment. Eng yaxshi kommentariy yozgan 3 ta like yozgan o'sha kommentariy bittasini shunday qilib agar bugun O'zbekiston Portugaliyani yutadigan bo'lsa, mana shunaqa idealniy g'ishlardan 100 mingtasini 5 ta obunachimizga bo'lib beramiz. do'stlar, agar O'zbekiston Portugaliyani yutsa, 100 ta insonga $1000 tarqataman. Do'stlar, hamma Instagramda O'zbekiston Portugaliya o'yinida O'zbekiston ursa, buni sovg'ataman, buni sovg'ataman deb